Assalomu alaykum. Hurmatli foydalanuvchilar, bugun kiberxavfsizlik bo'yicha darsimizning 3-qismini boshlaymiz. Bugun kiberxavfsizlikda nechta yo'nalish bor va kiberxavfsizlikda oylik, yillik maoshlar qanchaligi haqida bir qiziqib ko'ramiz. O'tgan darsda qanday kasbligini bildik. Bugun demak shu ikkita savolga javob topsak, keyin ko'pchilikdagi ba'zi savollarni ham aytib o'tamiz. Demak, mana rasmda ko'rib turibsiz, NIST tashkiloti bor, Nice Framework Resource Center. Bu institutda Amerikada joylashgan. Demak, kiberxavfsizlik bo'yicha to'liq o'sha tahlil qiladi, nazorat qiladi yo'nalishlarni. Mana to'liq ma'lumotlar bor. Bunda bular nima deyapti? 41 ta yo'nalish bor deyapti hozirgi kunda. 52 ta bo'lgan, bir 6 oy, 1 yillar oldi. Hozir 42 taga tushgan, ya'ni ba'zi yo'nalishlar qo'shib yuborilgan yoki olib tashlangan ro'yxatdan. Demak, asosiy work role deyiladi ingliz tilida. Eng katta kategoriyalar 5 ta kiberxavfsizlikda va 41 ta yo'nalishga bo'linadi. Work role degani har doim ham oddiy kasb nomi emasda bu. Bu odam yoki jamoa bajaradigan ishlar guruhi bo'ladi. Mas'uliyatlar to'plami hisoblanadi. Siz hozir 41 tani yodlash yoki nimadir qilish shart emas, faqat biz aytib o'tishimiz shart. Birinchi, demak, kategoriya oversight and governance. Bu yerda boshqaruv, siyosat, audit, risk, compliance va rahbarlik bor. Oddiy qilib aytganda, tashkilot xavfsizligini qanday boshqarish kategoriyasi. Bu yo'nalish texnikadan ko'ra tartib, nazorat va qoidalarga yaqinroq bo'ladi. Mana shu kategoriya tushunarli. Ikkinchi kategoriya mana design development. Bu yerda xavfsiz tizim, xavfsiz dastur, arxitektura va yaratish jarayoni bor. Oddiy qilib aytganda, narsani boshidan xavfsiz qilib qurish mas'uliyatini oladi bu kategoriyada. Keyingi kategoriya implementation and operation. Bu yerda tizimlarni joriy qilish, sozlash va ishlatib borish bor. Oddiy qilib aytganda, himoya vositalarini amalda ishlatib ko'rish. To'rtinchi kategoriya demak protection and defense bor. Bu yerda monitoring, SOC, alert, incident response, himoya va kuzatish bor. Oddiy qilib aytganda, kimdir hujum qilsa, buni sezish va to'xtatish. Beshinchi kategoriya investigation. Bu yerda tekshiruv, digital forensics va dalillarni tahlil qilinadi. Hujumdan keyin nima bo'lganini aniqlaydi mana shu kategoriya. Buni ichida endi 41 ta yo'nalish ketadi, tushunarli? Demak, kiberxavfsizlik bitta ish emas, buning ichida boshqaruv bor, dastur xavfsizligi bor, amaliy sozlash bor, himoya va kuzatish bor va tekshiruv. Shu sababli har xil xarakterdagi odamlar bu sohada o'z o'rnini topa oladi. Masalan, kimdir hujjat va standartni yaxshi ko'radi. Kimdir kod va dasturlashni yaxshi ko'radi, kimdir tarmoq va monitoringni yaxshi ko'radi, kimdir tahlil va tekshiruvni yaxshi ko'radi. Hammasi kiberxavfsizlik ichiga kiradi. Endi savol, hozir 41 ta yo'nalishni hammasini o'rganamizmi degan savol berishadi-da. Yo'q, buni qilmaymiz. Biz hozir foundation kursidamizda kiryapmiz kiberxavfsizlikka. Shuning uchun qisqa tanishtirib o'tamiz. Masalan, bu yerda ham ma'lumot qilib qo'yibman. Mana xuddi daraxt shoxiga o'xshatish mumkin o'sha 41 ta yo'nalishda. Tushunarli? Qaysi yo'nalishlar? Mana har bittasini bo'lib qo'yibman. 41 ta yo'nalish, demak, oversight, governance, design development, implementation, operation bor, protection, defense, investigation bor. Tushunarli? Mana shu yo'nalishlar bo'yicha shuncha kasb borda buning ichida. Tushunarli? Sizga hozir eng kerakli narsa bu sohani kengligini tushunishdi. Keyingi darsda biz eng mashhur kiberxavfsizlik kasblari haqida gaplashamiz va qaysi yo'nalish kimga mos kelishini ko'ramiz. Tushunarli? Hozir bir qisqacha ish haqida ko'rsatib ketaman, yana keyinroq ko'raveramiz. Demak, kiberxavfsizlik bo'yicha Amerikada yiliga $100,000 dan $160,000 gacha to'lanar ekan, yiliga bu. Tushunarli? Mana endi o'sha entry level position degan o'sha kirib kelayotgan junior mutaxassislar uchun 60,000 dan 85,000 gacha to'lanayotgani va o'sha senior mutaxassislar 150,000 dan 200,000 plus deyapti. Yiliga $200,000 dan ortiq maosh taklif qilinar ekan. Mana 2026 ga ko'ra, demak, o'rtacha 75,000 dan, mana cyber security analyst 75,000 dan 105,000 gacha to'lanayapti. Bu o'rtachasi. Balki bundan kam yoki bundan ko'p bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Yuqorida yozgan-ku. Mana security engineer, mana yo'nalishga qarab ham oylik farq qiladi. Masalan, bu junior, middle'lar uchun bo'lsa, seniorlar bo'lsa, masalan 250,000 ham to'lanishi mumkin. Mana penetration tester bor. Ya'ni nima deydi? Hujum qilib tekshirib ko'radigan mutaxassislar. Bu 90,000 dan 130,000 gacha. Cloud security engineer bor, mana 120,000 dan 160. Information security managerlar bor ekan. Mana hujjatlar bilan ishlaydi. Tushunarli? Mana 2 yilgacha tajribasi borlar
umuman tajribasi 2 yilgacha bo'lsa 59 mingdan 85 ming dollargacha yiliga. 10 yildan ortiq bo'lsa 160 ming o'rtachasi. Tushunarli? Bu endi location, ya'ni nimaga davlatlarga qarab farq qiladi. Bu Kaliforniya misolida, demak o'rtacha kirib kelayotgan juniorlar uchun 170 ming, middlelar uchun 170 ming ko'rsatyapti. Tushunarli? Demak hozircha shular. Barchaga rahmat. Salomat bo'lasiz.